Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bir birodar aytadilar, mavlud bid'at desak, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda kullu bid'atin dalala, hamma bid'at zalolat. Mavlud Rasululloh zamonida bo'lmagan, demak bid'at. Shuning uchun bu zalolat desak, bu mavlud qiladiganlar e'tiroz bildiribdi ekanki, unda mana o hadisga nima deysan? Hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kutiba ala ibn adam hazzuhu min az-zina mudrikuhu la mahala. Odam bolasiga zinodan nasibasi bitilgan, shubhasiz yetadi unga degan. Al-aynani tazniyan fazinahuma an-nazar. Ikki ko'z zino qiladi, uning zinosi qarash. Ikki qo'l zino qiladi, uniki ushlash. Ikki oyoq zino qiladi, uniki yurib borish. Qalb zino qiladi, bu ishtaha qilish. Al-qalbu yatamanna zalika va ishtahi. Wal farju yusaddiqu zalika aw yukazzibu. Farj esa shularda hammasini tasdiqlab beradi, katta zino qilib. Haqiqiy zinoni qilib yoki shularda yolg'onga chiqarib beradi, zinoni qilmasdan. Shu hadisni hujjat qilyapti ekan, endi mavludga. Shu joydan o'zi insonni bir aqli farosati bor inson bo'lsa, hozirroq kulgusi kelsa kerak, ya'ni. Bu hadis nima deyapti? Mavlud nima deyapti? Endi ko'pchilik tushunmasligi ham mumkin. Bu nima daxli bor bu hadisni mavludga deb, ya'ni. Hozir tushuntiramiz buni. Xuddiki nauzu billah bir haligi ta'bir joiz bo'lsa, cho'kayotgan odam cho'pga bo'lsa ham osilaman deydi-da. Chunki ehtimol qutqarilib qolsam shu bilan cho'pga osilib bo'lsa ham deydi. Nima bo'lsa keyin o'ylab chiqaveradi shu dalillikka yaraydi deb. Aslida bunaqangi qing'ir istidlollarda ularga shu bir shayton vahiy qiladi. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Va la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullohi alayhi" degan. Qarang, Allohning ismi zikr qilinmasdan so'yilgan narsalarni yemanglar deganda, oyat davomini qarang. Va innahu la fisq, bu chunki posiqlik bu dedi-da. Oyat davomida aytadiki, va inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Albatta bu shaytonlar o'zlarining oshnalariga, ya'ni ana shunaqa insonlarga, adashgan insonlarga vahiy qiladi, sizlar bilan tortishish uchun. Men mana bu oyatni bu yerda keltirishdan maqsad mavzudan chiqqanim yo'q, mana shu joy uchun keltiryapman. Ya'ni shaytonlar vahiy qiladi o'ziga ergashganlarga, yo'ldan ozganlarga. Nimaga? Tortishish uchun. Shayton unga ilhom beradi. Kim qayerdan insonlarda tushiga ham kirib chiqmagan narsani dalil topib chiqadi. Buni qayerdan topar ekan? Aytayaptiki, va inna shayatin, shaytonlar vahiy qiladi o'zining oshnalariga, sizlar bilan tortish uchun deyapti. Shuning uchun ajablanmang siz. Hali bu Rasululloh sahobalarga aytib qo'ygan Alloh taolo bu gapni. Rasululloh sahobalar bilan tortish uchun shayton, uni bu inson shaytonlarga vahiy qiladi. Ammo bunaqa degan, bunga bunaqa deb raddiya bildirgan, mana uni dalil qilgan deydi, top chiqadi, u yetti uxlab tushga kirmagan narsani. O'zi keyin o'zini haligi yoqasini qimirlatib qo'yaveradi. Men qanday kuchli aqllilik qildim deydi. Shayton unga vahiy qilyapti aslida. Nega bu oyatni hozir yuqoridagi Allohning ismi zikr qilinmasdan so'yilgan narsalarni yemanglar degan oyatdan keyin keltiryapti? Tabari, Ibn Kasir va boshqa mufassirlar buni tafsirida kelgan. Ibn Abbos yoki boshqalardan ular aytishadiki, ana shu harom o'lgan hayvonni yoki Allohning ismi zikr qilinmasdan so'yilgan hayvonni yemanglar degan oyat tushgan paytda mushriklar kelib raddiya bildirgan. Mushriklar kelib raddiya bildirgan. Qur'onga raddiya bildirmoqchi. Hadisga raddiya bildiradi. Nima raddiya bildiradi? Ha, sizlar o'zlaringcha o'z qo'llaring bilan so'ygan hayvonlaring harom halolda, ya'ni masalan bir musulmon bismillah deb so'ysa halolda, Alloh o'zi so'ygan, o'ldirgan hayvoni harommi degan. Qarab ularni qanday adashgan degan. Qarab turgan odam subhanalloh deydi. Qayerdan keldi bu xayol bunga? Ya'ni shayton shuni vahiy qilganda unga mushriklar nima deb e'tiroz bildiryapti?
Ya'ni bitta hayvon o'lsa o'zi mana, so'ymadi, o'zi o'ldi, kasal bo'ldimi, yiqildimi, nima balo bo'lib bo'lsa ham o'ldi. Ya'ni shuni kim o'ldirdi? Alloh o'ldirdimi? Alloh o'ldirdi. Demak, sen so'yayotgan hayvoningni qanaqa qilib o'ldiryapsan? Kim sabab bo'lyapti uni o'lishiga? Sen sabab bo'lyapsan. Nahot deydi mushriklar shunaqa degan. Sen o'zingcha sabab bo'lgan hayvoning so'yishga, o'ldirishga sabab bo'lgan hayvoning halolda, go'yoki yani seni qo'ling tozada, Alloh o'ldirgan hayvon rasvo bo'lib qoldimi deydi. Harom bo'lgan hayvon haligi. Shuni Alloh o'ldirganini nomlayapti. Endi qarangda mana qayerdan kelib chiqyapti shu fahm? Biror insonni, sahobani ham fahmiga kelmagan bu narsa. Rasulullohning ham xayoliga kelmagan bu narsa. Shayton ana shuni mushriklarga vahiy qilgan mana. Va inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum deyapti. Sizlarga talashish uchun ogoh bo'linglar deyapti. Talashish uchun sizlar bilan shayton vahiy qiladi. Ahli bidatga shayton ana shunaqa vahiy qiladi. Talashish uchun. Qur'on sunnatga bo'ysunmasdan. Oyat davomini qarang. Fa in ata'tumuhum innakum la mushrikun degan. Agar shunda ularga itoat qilib qo'ysanglar, sizlar mushriksizlar degan. Ana shu shaytonning vahiysiga itoat qilib qo'ysanglar, ha, aqlliligini qarab mana deydi-yu. Ana shu Qur'on yoki sunnat turganda kim qayerdagi insonlarni yetti uxlab tushiga kirmaydigan bir narsani dalil qilib ko'tarib kelganda, ana shu shaytondan bo'layotgan bo'ladi. Tushuning. Agar shularga itoat qilib qo'ysanglar, mushriksizlar degan. Ya'ni men aytmoqchi emasman, mavludga itoat qilib qo'ysangiz mushriksiz deb. Oyatda aytayapman men. Ya'ni shayton olib kelayotgan vahiyga itoat qilmaslikni aytayapman. Shunga o'xshab siz ajablanmang. Ya'ni shu insoniyatni xayoliga kelmagan, kerak bo'lsa shu mavludni sunnat deganlarda ham tushiga kirmagan dalilni ham topib chiqaveradi bular. Shayton vahiy qiladi shunaqa. Tortish uchun. Aslida qarang, yuqoridagi hadisni qayerdan ular dalil olmoqchi? Ana shunaqa gap bo'ldi-da bu yerda ham hozir. Bog'dan kelsa tog'dan keldi go'yoki. Mavlud desa zino haqidagi hadis olib kelyapti. Qayerdan dalil qilmoqchi buni? Dalilni shundan chiqarmoqchiki, hozir Rasululloh aytayaptilar, odam bolasiga zinodan nasibasi bitilgan. Shubhasiz endi odam o'shanga yetib qo'yadi. Ya'ni zinodan nasibasi bitilgan degani mana hech umrida bir marta bo'lsa ham bir qarab qo'ymagan odam yo'q. Endi ko'z tushib qoladi go'hda mana. Ko'z tushadi. Rasululloh Ali roziyallohu anhu ga aytganlaridek lakal ula va laysa lakal thaniya. Ha bir ko'z tushibdi, mayli, endi senga hech narsa qilmaydi. Lekin ikkinchi marta ko'zingni qaratma deganlar. Lekin xo'p, bir ko'z tushganda ham baribir o'sha haromga ko'z tushdiki nima bo'lsa ham to'g'rimi? To'g'ri. Ana shu degani. Odam endi zino qilaversin, taqdirda bor ekan degani emas bu, nauzubillah. Odamga ya'ni tushib qoladi. Xohlang ko'cha-kuyda izdihomda bir ayolga tegib ketasiz masalan. Tegib ketasiz. Siz badaningiz yoki qo'lingiz endi o'sha zinodan nasibasini oldi mana degani. Bu sizga endi ixtiyoringiz bilan emas bu. Endi taqdir shunaqa bo'lib qoldi mana. Ko'tiba degani ana shu degani. Taqdir qilingan unga degani. Xohlamay bir ayolning ovozi qulog'ingizga chalinib ketadi. Yoqimli bir ovoz bilan hiringlab gapirayotgan bo'ladi. Xohlamay shu insonni qandaydir bir shu gohida ta'sir qiladi. Endi quloqni yopib o'tib keta olmaysiz o'sha yerdan. Ana shu quloqning nasibasi zinodan olib qo'ydi endi tamom inson. Taqdirda bor ekan endi. Qasddan qilmadingiz ya'ni. Xohlamay yuqorida aytilgandek qalbga har xil xayol keladi. Nimalar kelmaydi inson qalbiga. Dunyodagi eng chiroyli ayol bilan birga bo'lgisi ham kelaveradi. Qalb xohlaveradi. Al-qalb yashtahi va yatamanna. Qalb hamma narsani ishtiha qilaveradi. Qo'yib bersangiz. Ha inson keyin o'zini to'g'rilab oladi. Yo'q, nauzubillah, men xayol qilyapman deydi. Ana shu hozir nima degani? Mana shunaqa narsalar kelib tasodifiy bo'lib qoladi, bu qadar degani. Ana shu zinodan insonning nasibasi degani. Shubhasiz insonga yetadi bular ya'ni. Keyin lekin inson shularni tasdiqlab qo'yishi bor. Ana u haqiqiy zino bo'ladi keyin. U nima bilan bo'ladi dedi? Hadisda tasdiqlab qo'yish farj bilan bo'ladi dedi. Ya'ni ana shu quloqdan endi tasodifiy quloqqa bir narsa chalinib qolsa, shuni daf qilmaydi, eshitaveradi, oxiri borib o'sha bilan zino qilib keladi keyin. Nauzubillah. Yoki keyin bir ayolni ko'rib qolsa qo'ymaydi, qaraveradi, u ham bunga qaraveradi, oxiri qo'ymasa o'z holiga borib zino qilib keladi o'sha bilan. Qalbida ishtaha qilaveradi, shayton borib unisini ham qalbiga tashlaydi, u ham bunisini ishtaha qilaveradi, oxiri hech qo'yarga joy topolmay qoladi-da, borib o'sha bilan zino qilib keladi. Ana shuni keyin haligi farji uni tasdiqlab berib qo'yadi, qilgan ishlarini mana. Ana u keyin tamom katta zino bo'ldi.
Hech hadisda hech kim hujjat chiqarmasin. Zinoga taqdir ekan, endi qilaverish kerak ekan deb. Endi qarang, hadisni tushundingiz mana. Hadis sahih albatta. Endi hadisni qarang, bir joyda aytayaptiki, hamma odam bolasiga shu bitilgan deyapti. Hamma odam bolasiga shu zinodan nasibasi bitilgan. Shuning ichiga Rasululloh ham kiradimi deyapti ekan. Shayton vahiy qilyapti-da shuni. Shuning ichiga Rasululloh ham kiradimi deyapti. Hadisingiz yoqingizdan tutadi. Nauzu billah sen deydi, filos Rasulullohni deydi, zino qildi demoqchimisan deydi. Yo'q desangiz, ana endi bu haligi nima baxti ochilib ketgandek xursand bo'ladi. Yo'q desangiz, nega? Ko'rdingmi? Hammaga deyapti-ku hadisda mana nasibasi yozilgan. Lekin istisno qilinar ekanmi Rasululloh mana deydi. Ha deysiz. Ana shunday hamma bid'at zalolat degandan ham istisno qilinadi deydi. Ko'ryapsizmi qayerdan chiqyapti bu? Bu yetti uxlab haligi sahobalarda ham shu hadisni eshitganda tushiga kirmaganda bu gap. Sahobalarda ham tushiga kirmagan bu gap, Allohu alam. Ya'ni shu hadisda Rasululloh zino haqida gapirayotsa, mavlud haqida dalil bo'lmagan narsa bu. Chunki mavludni o'zi bo'lmagan Rasululloh zamonida. Endi Qur'on sunnatni tushunishda shuning uchun bifahmi salafil umma deyiladi. Hamma kelib o'z boshimchalik qilib tushunib ketavermaydi. Qur'on sunnatni o'tmishdagi ulamolar, mana bu salaf solihlar, avvalambor sahobalar, tobiinlar fahmi bilan tushuniladi. Shu hadis keltirib zinodan dalil chiqadi mavludga degan gap bu mutashobihdan dalil olish deyiladi. Mutashobih bu hadis, shubhasiz. Nega mutashobih desa? Chunki to'g'ri sizning masalangizga kelgani yo'q mana. Boshqa narsani gapiryapti bu yerda. Bunaqa narsa mutashobih deyiladi. Mutashobihdan dalil olishga ogohlantirgan Alloh Rasuli. Muhkam turganda mutashobihga yopishdi. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Qalbda insonni toyilish bo'lsa, maraz bo'lsa, ana shuni mutashobihiga ergashadi degan. Fitnani istab, shuni ta'vil qilib burishni istab mana. To'g'ri tushmaydi chunki u ta'vil deganini qarang, burish degani. Shuni burib tushiradi, urib, tepib, qiyshaytirib, yo'nib, bir narsa qilib mana dalil chiqaryapti sizga mana. Ana shuni qilib dalil olmoqchi bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? "Iza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika allazina sammallohu fahdharuhum." Agar Qur'on sunnatni ana shunaqa mutashobihiga ergashayotganlarni ko'rsanglar, Alloh nomlagan kishilar o'shalardir deganlar. Ogoh bo'linglar, ogoh bo'linglar, ogoh bo'linglar degan. Muhkam dalil keltira olmaydi-da, ana shunaqa oldi qochdi, yoqdan bu yoqdan aylantirib 70 metr naridan o'tib ketayotgan narsani ham qo'ymay burib, Alloh taolo oyatda aytganidek ibtig'o ta'vil dedi, burishni istaydi. Burib qayirib ana shuni tushirib oladi. Mana dalil deydi keyinsiga. Istidlol bizda bir narsaga istidlol bo'lishligi uchun sahih, sarih bo'lish kerak. Keltirgan hadislari sahih, unda shubha yo'q. Lekin sarih emas. Sarih nima degani? Mana masalaga ochiq dalil chiqmaydi undan. Men hozir qirib qarang, qancha gapdan topib kelyapman, kavlashtirib. Xuddi shunday dalil gohida sarih bo'lsa ham, lekin sahih bo'lmasa, dalillikka yaramaydi u ham. Ya'ni ochiq bir narsaga sizga dalil mana mavlud qilish sunnat degan bitta hadis topib keldi sizga. Ochiq dalil mana. Lekin dalilmi shu endi? Yaraydimi o'zi dalillikka ochiq bo'lganmi? Yo'q. Bunaqa hadis yo'q chunki. Demak, bir narsada bizga dalil bo'lish uchun sahih va sarih bo'lish kerak. Kimdir ki buni tushunmasdan nima degani bu? Sahih bo'lsa sarih bo'ladi demasin. Qanday unaqa bo'ladi? Sahih bo'lsa sarih bo'lmasligi mumkin, sarih bo'lsa sahih bo'lmasligi mumkin. Boshqa narsa bu. Sahihlik isnodda, sarihlik matnda bo'ladi. Men takror aytibman, bu hadisni eshitganda bu sahobalar bu narsa xayoliga mutlaqo kelmagan. Shundan bir kishi kelib, ehtimol mana 1400 yildan keyin bir mushtahid kelar ekanda, ana shu zino haqidagi hadisdan mavludga dalil olar ekan. Uchinchidan bu hadisda aytilish sababi qadar haqida gapirilyapti. Qadar nima degani? Ya'ni Alloh taolo mana qadar qilgan deyapti hamma insonga. Kutiba degani shu. Zinodan nasibasini qadar qilgan. Qadardan hukm olishga hech kimning haqqi yo'q.
U qadar chunki u. Qadariy masaladan hukm, ya'ni qadarda bor ekan endi zino qilib qo'ydik demaysiz u. Qadarda bor ekan endi o'g'irlik qilib qo'ydik demaysiz u. Bu mu'minning ishi emas, bu qadariy masaladan dalil olish. Bu narsaga joiz nojoizligiga. Alloh taolo mushriklarda aytgan qilig'ida. Sayaqulul ladina ashraku degan. Mushrik bo'lganlar aytadi. Agar Alloh xohlasa biz mushrik bo'lmasdik, ota bobomiz ham mushrik bo'lmasdi va biz Allohni qo'yib hech narsani o'zimizcha harom qilmasdik ham deydi. Ya'ni mushriklar shunaqa qilganda o'zlaricha bir narsalarni halol, o'zlaricha bir narsalarni harom qilib olgan. Nega bunday qilyapsizlar? Dalil yo'q Qur'ondan, sunnatdan desa, ana shu qadarni rukash qilgan. Alloh xohlaydi shuni degan. Ha, Alloh xohlaydi degan narsa bilan bir narsani halol qilib olish, Alloh xohlaydigan narsadan bir narsa harom qilib olish, Alloh taolo aytayapti, sayaqulul ladina ashraku. Shirk keltirganlar aytadi bu gapni deb. Musulmon mu'minning gapi emas bu. Bu gap tagidan gap kavlashtiradigan odamlar ogoh bo'lsin. Mana shu gapimni meni qirqib olib ertaga chiqmasa yana sen mavlud qilganlarni mushrik qilding deb. Men tushuntirish uchun masalani aytayapman. Bu shayton vahiy qilaveradi har narsani ularga ana shunaqa. Bu ajab emas. Nafaqat men hech kim emasman. Katta olimlarga shunaqa qilishadi. O'rtasidan bir narsani qirqib olib gapirayotgan mavzusini tushunmasdan moda qilib turadi. Asli buni Alloh taolo Qur'onda payg'ambarlar sifatida aytgan. Payg'ambarlarga ham hatto shunaqa qilishgan. Va asallan min qablikum min rasulin va la nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytonu fi umniyati fa yansaqullohu ma yuqi shayton. Sizdan oldin qanaqa rasul yoki nabiy jo'natgan bo'lsak, albatta tilovat qilsa shayton uni tilovatiga ana shunaqa narsa tashardi degan. Ya'ni tilovat qilganda ana shunaqa ig'vochilarni tashaydi. Lekin Alloh ularning ig'vosini botil qiladi. O'zining oyatlarini muhkam qiladi. Shunga o'xshab bu shunaqa agar qiluvchilar bo'lsa, qilsin, lekin Alloh botil qiladi. Hech qachon ularda ish rivoj topmaydi. Endi yuqorida aytgandek bu hadis birinchidan qadariy masala bo'lyapti. Qadariy masaladan dalil olinmaydi. Halol haromlik masalasiga. Ikkinchidan bu ixbor bo'lyapti. Ixbor degani xabar qilyapti. Sizga biror narsani hukmini aytayotgani yo'q, xabar qilyapti. Xabardan ham dalil olinmaydi. Xabardan bir narsani halol haromligiga dalil olinmaydi. Nega deyishingiz mumkin? Chunki masalan qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar qildilar. Qiyomatdan oldin Dajjal chiqadida men ilohman deydi. Xabar qilyaptimi Rasululloh? Xabar qilyapti mana. Xo'p, endi shundan nima bir dalil chiqadimi? Ha, demak ilohman deyish joiz ekan. Ha, nega desa, aman Rasululloh aytdilar. Ilohman deydi, deyapti. Ho, nima uchun aytayapti buni? Ogohlantirish uchun aytayapti. Senga shuni qilib aytgani yo'q. Yoki Alloh subhanahu va taolo Fir'avn haqida Qur'onda hikoya qilsa, Fir'avnni aytdiki, "Ana robbukumul a'la" degan. Fir'avn chiqib nima degan? Men sizlarni oliy robbilaringman degan. Endi kimdir chiqib olib, Alloh aytdi Qur'onda men oliy robbilaringman deyish joiz ekan deydimi? Yo'q. Chunki bu shunchaki xabar qilyapti, senga bundan hukm oldigani yo'q. Ogohlantiryapti. Mana bu yerda ham xuddi shunday, mana zinodan nasibasi yozildi deganda, senga hech aytgani yo'q, Rasulullohniki yozildimi, yozilmadimi? Istisno emasmi deb xabar qilyapti. Sen o'zing ishingni bil bu hadisdan. Odam bolasi shu nasibasi bor ekan zinodan ehtiyot bo'lgin. Ko'zing tushib qolsa, qulog'ingga kirib qolsa, qo'ling tegib ketsa, qalbingga kelib qolsa, shu bilan endi orqasidan irg'ishlab ketavermagin. Zinodan nasibingga yetib qolasan. Ogohlantiryapti mana. Ta'sirlab qo'yasan keyin zinoni deyapti. Kelib bunga bir dalil olaman deydi. Yana qarang. Xo'p, endi masalaga yanada yaqinroq kiraylik. Bu hadisda hozir aytmoqchiki, ular yuqorida aytgandek, hammani nasibasi yozilgan deyapti. Rasulullohga yozilganmi? Yuqorida aytgandek, yo'q desangiz, tutilding deydi. Ya'ni aytadiki, demak Rasululloh istisno bo'ldimi? Kullu bid'atin dalalat deganda ham istisno bor deydi. Mana shu joydan siz u odamni ushlang endi. Xo'p, men Rasulullohni istisno qilaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zino qilmaydi. Nega? Chunki dalilim bor istisno qilishga. Ijmo bor, anbiyolar ma'sum. To'g'rimi? Ahli va jamoa ijmosi bor. Anbiyolar kabira gunohlardan ma'sum. Sag'ira gunohlardan ma'summi yo'qmi degan masalada ixtilof bor. Unga ham kiramiz hozir. Anbiyolar ma'sum degan ya'ni gunoh
katta gunohlarni qilmaydi anbiyolar. Mumkin emas. Ular uni Alloh taolo yo'l qo'ymaydi ham qilishligiga. Ma'sum ular. Mana Yusuf alayhisalom saqlanib qolgandek, hech qilmaydi anbiyolar urushdi. Endi demak, dalil qani ijmo birinchidan. Ikkinchidan ijmoga dalil qani? Ijmoga ham dalil kerak. Mustanadil ijmo deyiladi. Bunga dalil Allohning so'zi. Wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Najm surasining avvaliga qarang, mana dalil. Alloh taolo yulduzga qasam ichgandan keyin aytadiki, sohiblaring zalolatga ketmagan va adashmagan ham deydi. Demak, mana shu oyat dalilki, va u nutq qilganda va o'zidan gapirmaydi, vahiy bilan gapiradi deydi. Ana shu oyat bir dalillardan bir dalilki, ijmoni mustanadlaridan bir mustanadki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam adashmaydi. Ya'ni katta xato, katta gunoh, kabira qilmaydi. Zalolatga ketmaydi. G'avoyatga, ya'ni adashishga ketmaydi. Alloh chunki u kishini to'sib qo'ygan. Demak, mana hadisdan istisno qilishimizga ijmo va oyat bor mana Rasulullohda. Xo'p, siz kullu bid'atin dalala, hamma bid'at zalolat degan narsaga mavludni istisno qilishingizga qani dalil? Qani dalil? Hamma bid'atning ichidan mavludni chiqaryapsiz ekan. Xuddiki mana zinoni ichidan Rasululloh chiqargandek. Bizning dalilimiz bor mana Rasululloh chiqarishga. Qur'on, sunnat, ijmo bor. Siz dalilingiz qani? Yo'q. Bu dalil keltirgan dalil o'ziga qarshi dalil bo'ladi. Yana bir bor bid'atchiligingizni isbotlaydi. Dalil chiqmaydigan narsaga yopishish, chunki ahli bid'atda ishi bu yuqorida aytilgandek mutashobihga yopishish. Aytdim-ku, o'layotgan odam cho'pga yopishadi. Yog'och topilmagandan. Ikkinchidan, yuqoridagi masala. Anbiyolar kabiralardan ma'sum dedik. Sag'iralardan-chi? Sag'ira gunohlardan anbiyolar ma'summi yo'qmi? Mana bunda ixtilof bor. Sag'ira gunohlardan anbiyolar ma'sum emas degan aksar ulamolar. Bu gapni eshitib qo'rsam bo'lib ketishi mumkin hozirlar. Payg'ambarlar sen gunoh qilganga chiqarding deb. Anbiyolar ma'sum emas, ya'ni qilishi mumkin, lekin qilganda ham kechirib qo'yilgan degani. Osiy deyilmaydi. Ya'ni gunohkor bo'lding, jazolanasan deyilmaydi. Qilgan taqdirda ham kechirib qo'yilgan. Dalil sag'ira gunohlar anbiyolar haqida ham bo'lishligiga. Odam alayhisalom kim edi? Nabiymi? Nabiy edi. Odam alayhisalom gunoh qildimi yo'qmi? Fa'asa Adamu robbahu. Alloh taolo oyatda aytayapti mana. Odam Robbisiga osiylik qildi deyapti. Demak, anbiyolar haqida ham sodir bo'lishi mumkin, Alloh kechirib qo'ygan faqat. Ko'ryapsizmi qancha masala bor bu yerda hadisiga, uni mutashobih narsasiga qarshi mana. Yana bitta dalil. Qiyomatda insonlar Nuh alayhisalomning oldiga shafaat so'rab borganda, Nuh alayhisalom nega shafaat qilmayman deydi. O'zim deydi, o'zim gunohim o'zimga yetadi, qavmimni duoibat qilib o'rganman deydi. Xo'p, bu xato emas, lekin Alloh kechirib qo'ydi uni. Lekin o'shani ham xato deb e'tirof etyaptimi? Uchinchidan, Musa alayhisalom haqida. Musa alayhisalom u kishiga vahiy kelishdan oldin Misrda bir inson bilan yoqalashib bir mushuk tushirdi, o'ldirdi. Favakazahu Musa va qada alayh. Oyatda aytgandek bir mushuk tushirdi-da o'ldirdi bittasini Misrda Musa alayhisalom. Keyin nima dedi shu ishni? Shaytonning amalidan bo'ldi bu ish dedi. Keyinchalik kelib Firavun da'vat qilgan, Firavun ana shuni yuziga soldi Musa alayhisalom. Ha, o'ldirib qochganding bittasini oldimizdan dedi. Ha, Musa alayhisalom shunda men endi adashgan paytim endi xato qilgan ekanman dedi. Tan oldi mana. Demak, qarang mana. Payg'ambarlar mana xato qilishligi mumkin ekan. Faqat kechirib qo'yilgan. Yana bir dalil. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqlarida ham ko'p misollar. Amasa va tavalla. Yuzini burishtirdi dedi Rasulullohni. Alloh taolo. Va tavalla yuz o'girdi dedi. Anjahul amma bir ko'r kishi kelganiga xato qilganmikin Rasululloh? Xato qilgan. Yana bir dalil. Badrdagi asirlar. Badrda asir olishlikni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanladilar, asirlar fidyasini olishlikni. Alloh taolo buni
rad qilib oyat tushirdi. Ma kana lin-nabi an yakuna lahu asra. Payg'ambar asir bo'lishi mumkin emas. Nega oldinglar degandek qilib oyat tushdi. Yana dalil. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo ba'zi munofiqlarni kechirib yuborganligini, afv qilib yuborganligini dashnom berdi. Afallohu ank lima azinta lahum. Alloh afv qilsin sizni nega ularga izn berib yubordingiz dedi. Bunaqa dalillar ko'p. Rasul sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo itob qilgan. Nima demoqchi bilaman? Rasul sollallohu alayhi vasallamni zino qilgan yoki zinoni bir ishlarini qilgan demoqchi emasman. Ya'ni hattoki Rasul sollallohu alayhi vasallam haqida ham va boshqa payg'ambarlar haqida ham sag'ira gunohlardan ma'sumlik yo'q. Faqat Alloh kechirib qo'ygan ularga bu gunohlarni. Shuning uchun kelib bir narsalardan Rasulullohni istisno qilaman deb so'rashingizni o'zi bid'at savol bo'ladi. Chunki shu hadisda Rasululloh aytganda sahobalar so'ramagan. Sizda ham yo Rasululloh hattoki sizga ham yozilganmi shu zinodan nasibingiz demagan. Nega? Bu sharmandalik, bu odobsizlik o'zi mutlaqo savollikka yaramaydi bu. Rasulullohga ham yozilganmi shunaqa nasibasi deyish. Agar savol so'rashga yaraganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rar sahoba. Xuddiki mana Oysha onamiz so'ragandek. Rasululloh hadisda aytganlar: "Man minkum illa ukila ma'ahu qarinuhu minal jin." Sizlardan kim bo'lsa, shu jin shaytondan bitta uni oshnasi bor deganlar. Hatto shunda Oysha onamiz aytadi: "Ya Rasululloh, sizda hammi?" deydi mana. "Ha, menda ham. Faqat Alloh menga madad berdi, u qo'limda taslim bo'ldi yoki musulmon bo'ldi" deydilar. Demak, mana qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ham bo'lar ekanmi? Faqat taslim bo'lgan bo'lar ekan mana. Nima? Shu bilan tugadi hamma narsa mana. Ig'vo qila olmaydi. Va Rasulullohdan istisno qilinishga mana dalil bor ekan mana bunaqa masalalarda. Endi siz kelib mana kullu bid'atin dalala degandan istisno qilishga qayerda dalil bor? Dalil deb bu yerda ulamolarning so'zini keltirmang. Dalil Qur'on sunnat bo'lishi kerak. Va dalil deb yana siz Umar roziyallohu anhuning so'zini ni'mal bid'atu hadihi degan gapni keltirmang. Qanday ham yaxshi bid'at bu deb. Bu bid'atni yaxshisi bo'ladimi, yomon bo'ladimi? Men alohida bir savolga javob berganman. O'shani batafsil eshitish kerak. Bu yerda men xulosa qilib aytayapman. Bu ni'matul bid'ati hadihi deganda bu ish asli bid'at bo'lmagan o'zi. Nega? Chunki tarovih va tarovihda jamoat bo'lib o'qish Rasululloh zamonida o'zi bo'lgan. Umar roziyallohu anhu keyin shu yana Rasululloh zamonidagi holatga qaytargan xolos. Ammo qani Mavlud Rasululloh zamonida bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik yo'qolib ketgan bo'lsa, qani qaytarardi ekan? Lekin yo'q-ku. Ko'rib turibsizlar mana bu narsa qisqasi dalilga yaramaydi. Men bu ishtibohni daf qilishlik uchungina bunda ko'p gapirdim. Allohu alam.